Xalqimiz o'zining ko'plab maqollarida bu dunyoda eng aziz va qadrlisi inson ekanligini va biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz, e'zozlashimiz, qadrlashimiz, bir-birimizga vafodor, hamdard va albatta mehribon bo'lishimiz kerakligini qayta-qayta uqtiradi. Zero buning sababi birgina. Bu dunyo o'tkinchidir. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz M-Files dasturi. Shunday insonlar borki, ular es hushini tanishi bilanoq o'z yaqinlariga va hattoki yetti-yot begonalarga ham qo'lidan kelgancha yordam berib, ularni ko'nglini ko'tarishga va o'zidan faqatgina yaxshi nom qoldirishga intilib yashaydilar. O'zining serqirra ijodi bilan elga tanilib ulgurgan Bojalar guruhining a'zosi Mo'min Oripov ham xuddi shunday oqko'ngil va samimiy inson edi. Guvohi bo'layotganingizdek, Kinochilar uyiga Mo'min Oripovning oila a'zolari, eng yaqin do'stlari, hamkasblari va albatta ashaddiy muxlislari tashrif buyurishmoqda. Biz bilan birga bo'ling, zero mana shu filmga birgalikda baho beramiz. Assalomu alaykum Javlon aka. Assalomu alaykum. Avvalambor debyut muborak bo'lsin. Rahmat. Keling Javlon aka, bugun taqdimot marosimida Qalbaki dunyo filmini suratga olish jarayonida bo'lib o'tgan eng shirin xotiralarni yodga olaylik. Umuman Mo'min Oripov bilan ishlash qanday kechdi? Suratga olish juda ham qizg'in kechdi. Mo'min Oripov bilan debyut ishimiz bo'lgani uchun juda ham qiziqarli bo'ldi. Qiyin kechgani yo'q Mo'min bilan ishlash. Ishimizga qaraganda biroz bahslashgan paytlaringlar bo'lgan ekan. Biroz bahslashgan paytlarimiz ham bo'lgan, chunki biz bekorga bahslashmaganmiz. Film yaxshi chiqishini xohlab biz bu bahslashganmiz. Orada misol uchun bizda bir sahna bo'lgan, hamma svetlarimiz, aktyorlarimiz hamma tayyor. Mo'min bilan kelib arazlashib qolgan joylarimiz bo'lgan. Qarasa, hamma aktyorlar turib, rejissyorlar yo'q. O'shanda aktyorlarimiz kelishib olinglar, deb o'shanda hazil bilan kelishib olib yana suratga olishni davom ettirganmiz. Bizda bitta kechqurun sahnamiz bor edi. U sahnada bizda ozgina svetimiz muammo bo'lib qoldi. Bir syomkadan bo'shashini kutib qoldik. Aktyorlarimiz kelib qo'yishgan. Hammani kutdik. Kechasi soat 1-2 bo'ldi уже. Hamma svetlarni joylashtirib, aktyorlarimizni joylashtirib, ana endi motor beramiz, svet faqat o'chib qolgan. Mana shu narsa juda ham esda qoladigan qiziqarli voqealardan biri bo'lgan. Syomka jarayonida eng shirin xotiralar nima deydi? Mo'minni qilgan yaxshiliklari ko'p yaxshilik qilib berardi o'zi. Ko'chani yuzida qilishayotganida shu syomka jarayonida nachilik bo'lgan paytda ishlayotdi-da, yo'lni nariga betada bir qariya inson o'tayotganini ko'rib, syomka bo'tgan joydan yugurib borib o'tib qo'yganlari bor edi. Shunaqa paytlar ko'p bo'lgan. Nima deydi, bular ham menimcha shu shirin xotiralarga kiradi deb o'ylayman, chunki qilgan yaxshiliklari orqasidan qoladi. O'zi shunaqa inson edi, har doim shunaqa hammani ko'nglini ko'targisi kelardi. Ayniqsa syomka paytida men bir ozgina nima deydi, har doim ijoddan odam talashib, baqir-chaqir ozgina bo'ladi. Tortishib qolgan paytlarda shunaqa bo'lganki, erinmasdan borib o'sha kuni kakras qulupni yegim kelyapti, bu deganimni eshitib ertalab yegim kelyapti, bir o'tamiz yeyishga deb anaqa qildim. Shu jahl ustida baqir-chaqir bo'lib anaqa bo'lgandan keyin 10 minutga sal ko'rinmay turib, birdan bir tog'orada, kichkina tog'orachada qulupnilar, narsalar ko'tarib kelib, "Aka hormay, men keldim" qilib, ko'nglim ko'tarib, xursandchilik qilib gaplashib, mana shunaqa inson edi. Ko'proq syomka jarayonida shunaqa ishlar qilib yurardi. Shunaqa shirin xotiralar. Ashula shirin, men uchun shirin xotira bo'lib qoladi. Taqdimotga tashrif buyurgan ayrim tomoshabinlarning ko'zlarida quvonch, yuzlarida tabassum bo'lsa, boshqalarning ko'zlari nam, yuzlari esa g'amgin edi. Xursand bo'lishni ham, xafa bo'lishni ham bilmaysan kishi. To'g'rida, bir tomondan Mo'min Oripovning oramizda yo'qligi bo'lsa, ikkinchi tomondan uning orzularidan biri amalga oshmoqda. Axir Qalbaki dunyo filmi Mo'min Oripov bilan bir qatorda barcha ijodiy guruhning tinimsiz mehnatlari mevasidir va u xuddi Mo'min Oripov xohlaganidek mustaqilligimizning 18 yilligi munosabati bilan omma e'tiboriga havola etilmoqda. Bir narsa bilan g'ururlanaman. O'g'lim 25 yoshida ketgan bo'lsa ham, ba'zi bir san'atkorlar 80, 90, 100 yoshida qila olmaydigan buyuk ulkan ishlarni qilib ketdi.
O'zining ma'noli ko'zlari bilan barchaga nigoh tashlab turgan Mo'min Oripovning katta ekrandagi va zalning o'rtasidagi fotosurati barchaning qalbini junbushi keltirdi va hamma birgalikda Mo'min Oripov haqqiga duo qildilar. Taqdimotni TVM telekanali boshlovchisi Ravshan Hakimov ochib berdi. So'ngra filmning yana bir rejissyori Jarlon Shodmonov tomoshabinlarni ijodiy guruh bilan tanishtirdi hamda do'stining yana bir orzusi haqida gapirib o'tdi. Konsert oldidan tayyorgarlik ko'rayotganda bu menga jo'ra mana kinoya xudo xolasa premyera bo'ladi, bitib qoladi. Shu premyera bo'lganda xudo xolasa mikrofon qarshisiga resurs ikkalamiz chiqamiz degan edi. Yani bitta orzusi bor edi. Meni o'g'limni sahnaga olib chiqish niyati bor edi. Xudo xohlasa Jahon aka bilan va'da beramiz. Otasini orzusini amalga oshirishga. So'z navbati Qalbaki dunyo filmining badiiy rahbari va albatta Mo'min Oripovning qondosh akasidek bo'lib qolgan Jahongir Poziljonovga berildi. Bo'lib o'tgan noxush voqeadan so'ng arang o'ziga kelib olgan Jahongir Poziljonovga ayni damda juda og'ir ekanligi shundoqqina sezilib turibdi. Assalomu alaykum. Mo'min xotirasidagi bahslar qo'yilayotgan premyeraga kelganlarga minnatdorchilik bildiramiz. Mo'minni hurmat qilib kelganingiz uchun rahmat. Mo'min juda ham qalin inson edi. Oilasidan, men o'zim oilamdan ko'proq biz birga edik har doim. Mo'min meni 70% adashmayman hech qachon. Mo'minsiz men ijodga hech kelmasman. Qalbaki dunyo filmining namoyishidan avval Mo'min Oripovning do'stlari uning xotirasiga bag'ishlangan videoklipni taqdim etdilar. Klipning birinchi kadri Mo'min Oripovning farzandi jajjigina Bilolxo'janing ma'yus boqib o'tirishidan boshlandi. Tolda quyosh bo'lib, tunlar yulduz bo'lib boqasan osmonlardan endi sen. Do'stlaring qalbida mangu o'chmas xotirasan, aslo tark etmagansan bizni. Klip namoyish etilayotgan paytda zalda o'tirganlarning hammasi bu yorug' dunyoni juda ham erta tashlab ketgan Mo'min Oripovning hayotida qanday baxtiyor, quvnoq va samimiy inson bo'lganligini yodga olib tinimsiz yig'lashar edi. Ko'zingiz ota-onangiz quvonchi bo'lgan edi. Tengsiz ijodingiz bugun ro'yobga chiqqanda yonimizda emassiz afsus. Yonimizda bir umr yonimizda qalbimizda yashaysan sen do'stim. Seni unutmaymiz bugun yonimizda, yurgandik yonimizda, yuragimiz qo'lida sen borsan, sen borsan. Ana endi uzoq kutilgan daqiqalar ham yetib keldi. Ya'ni Qalbaki dunyo filmining namoyishi boshlandi.
Bu kinokartina Mo'min Oripov talqinidagi Jamshid ismli bir yigitning taqdiri, uning ichki kechinmalari, javobsiz muhabbati, yaqin insonlarning xiyonati, oilaviy kelishmovchiliklar va umuman hayotning achchiq zarbalari haqidadir. Aynan shuning uchun ham film qalbaki dunyo deb nomlanadi. To'g'ri, hayot o'ziga yarasha qiyinchiliklarga to'la, lekin shu bilan birga albatta quvonch shodliklarga ham boydir. Axir vaqt hamma narsaga davo deb bekorga aytishmaydi-ku. Film birinchi lavhalardan boshlab tomoshabinni o'ziga jalb qilib oldi. Mo'min Oripov ishtirokidagi ayrim lavhalarni ko'rib, xuddi uning hayoti bilan bog'liq holatlarni ham ko'rish mumkin. Mo'min Oripov rolni bor mahorati ila shu qadar ishonchli va tabiiy ijro eta olganki, tomoshabin filmning so'nggi kadrigacha oxiri nima bilan tugashini katta qiziqish va kuchli hayajon ila kuzatib o'tirdi. Suratga olish ishlarini tugatishga ulgurgan Mo'min Oripov afsuski filmning montaj va ovoz yozish jarayonlarida ishtirok eta olmadi. Shu sababli Mo'min Oripovga yosh aktyor Oybek Odilov ovoz berishiga to'g'ri keldi. Eng yomoni o'g'lim yodgor hayotni achchiq chuchugini ko'rmay o'tib ketdi. Yig'lamaganman. Yodgor faxrlansa arziydigan farzand edi. Allohning irodasi ekan. Endi ular oramizda yo'q. Film g'oyasi Mo'min Oripovga tegishli. Ssenariysida ham Mo'min Oripov, Javlon Shodmonov va Sherzod O'lmasovlar hamjihatlikda ishlaganlar. Filmda aktyorlardan O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva, Otabek Musayev, Xosiyat Husanova, Rixsitilla Abdullayev, Feruza Sobitova, Alisher Uzoqov, Aziz Rametov, Jahongir Poziljonov, Ziyoda hamda Behruz Bodirovlar ham epizodik bo'lsa-da, lekin o'ziga xos esda qolarli obrazlarda namoyon bo'lganlar. Mo'min Oripovning filmdagi muhabbatini xonanda Nigora Ismoilova aks ettirgan. Men ijro etgan qahramonim haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, juda ham mehribon, juda ham ko'ngli ochiq. Onasini aytgandan tejrozadan chiqmagan qiz. Faqatgina o'zining kichkinagina xatolari orqali insonlarning qalbiga ozor yetkazib qo'yishidan o'zi yana achinib, o'zi o'sha kechirim so'rab yuradigan bir hayolparast qiz bo'ladi. Mo'min akam bilan hayajonlanib ketaman, rostini aytsam. Hech ham hayajonlanmang. Ish jarayonini bizga ayting, eng qiziqarli daqiqalarni aytsangiz hammasi yaxshi bo'ladi. Ish jarayonlari haqida gapiradigan bo'lsak, har bitta lahza, har bitta on esimda qolgan. Juda ham qiziqarli bo'lgan. Ikkita rejissyor ikki tarafdan juda ham chiroyli holat tasvirlab bergan har bitta jarayonni, har bitta holatni qanchalik chiroyli qilib tushuntirib berishimiz, har bitta gaplari esimda qolgan. Nima desa bo'ladi? Bizani jamoa bitta oila bo'lib ishlagani sabablimi, bir-birimizni shunaqa qo'llab-quvvatlab, shunaqa bir-birimizga mehr tushunib, bir-birimizni ishlaganimiz muxlislarga havola yo'q. Qanaqa o'ynaganim, qanaqa yaxshimi yoki yomonmi? O'zimcha endi o'ylayman, hech bo'lmasa 100% dan 60% o'ynadim desam bo'ladi menimcha. Juda ham xursandmiz. Ziyoda, mana siz Mo'min Oripov bilan juda ham ko'plab kinolarda birgalikda suratga tushgansiz. Bu filmda sizni epizodda ko'rar ekanmiz, shundaymi? Kichkinagina epizodda rol ijro etganman. Shu rol ijro etayotganimizda ham Mo'min akamlar qanaqadir urushmaslikka harakat qiladilar-da, Ziyodaxon unaqa deb tushuntirganlari hali ham ko'zim oldida qolgan. Men Mo'min akamni birinchi hamda so'nggi filmlarda suratga tushganimdan juda ham xursandman. Men o'zi juda ham katta baxt deb bilaman. Film o'z nihoyasiga yetganda barcha tomoshabinlar bir necha daqiqa tik turib, film ijodkorlarini olqishladilar. Va ular qani endi Mo'min ham xuddi film qahramonidagi hayotga qaytib kelsa degan fikrlarini bildirdilar. Uning ota-onasi, turmush o'rtog'i va boshqa yaqin insonlarning ko'zlaridan hamon duv yosh oqar edi. Dadam qayerda ekan degan xayollar ila otasini qidirgan Bilol xo'ja esa Mo'min Oripovning foto surati oldiga kelib, uni tomosha qilardi. Shaxsan siz Mo'min Oripovga juda ham yaqin inson edingiz va bugun butun tomoshabinlar Mo'min Oripovni va shaxsan xususan sizning ham muxlislaringiz Mo'min Oripovning ilk va so'nggi kinosini tomosha qilishdi. Bugun ularni debyutlari edi. Siz Mo'min Oripovga qanday baho bergan bo'lardingiz rejissyorlik ishida? Oliy baho berardim, chunki men shu filmning ssenariysini o'qiganimda men 5-6 ta sahna qo'shish kerak deb harakat qildim-da. Endi yumor sahnalar qo'shish kerak, hazil sahna deganimda bo'ldi, xo'p deb ertasi kuni inkor qilishgan edi. Menga aka unda film sal buzilib qolar ekan. Keyin shuni qilmaylik deyishganda men meni qaralaring deb nima qilgan edim-da, lekin bu zo'r bo'lardi deb. Men endi hozir kinoni ko'rdim.
agar o'sha sahnani bolalar yodi yomi xafa bo'lmaslarda agar qo'shib yuborishganda haqiqatan film buzilib qolgan bo'lar ekanda. O'zini oqimidan chetga chiqib qoladi. Shuning uchun hozir men ko'rib men bulardan narsa o'rgandim. Hozir shu filmdan ancha narsa o'rgandim. Jamshid, Ha, amma doringni ichmading-ku. Nima bo'ldi? Nega qorning ushlayapsan? bilmayman, negadir qornim tepa qismi og'riyapti. Ha, ushla. Necha marta aytaman. Vaqtida doringni ichdik. Men bitta emas, ikkita dori jizola qolib ketsa, ich. Ich. Qoldim ozgina. Ko'pchiligi og'ir bo'ldi bu filmni ko'rish. Aslida olib qaraganda, chunki Mo'min o'zini hayotiga yaqinroq bo'lib qolgan narsalarni oldindan olib qo'ygandi filmda. O'sha avariya bo'lish, olamdan o'tish, bu Allohning irodasi degan, bu Allohning irodasini qabul qilib, sabr toqat qilish kerakli bo'lgan shunaqa masalalarni yoritishgandi filmda. Endi ochiqni aytganda hozir bir narsa deyishim qiyin, chunki hammamizga og'ir bo'ldi. Misol hozir men film davomida tashqariga chiqsam, mendan oldin o'sha bolalar chiqib, sabrliga chidamli chiqib ozgina yani qalbdan yig'laveradi. Erkak kishi ham shunaqa sal nima dardlashib turishgan ekan. Darhaqiqat qaysidir ma'noda filmning ssenariysi emas, ekranda paydo bo'lgan Mo'min Oripov tomoshabinlarni yig'ladi desak, balki qaysidir ma'noda to'g'ri ham bo'lar. Rahmat sizga ham, sizni ko'p qiynamaymiz. Butun oila a'zolariga ham Mo'min Oripovni va albatta sizga eng yaqin insoniga hamdardlik bildiramiz. Rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'ling. Film sizlarga yoqdimi? Mo'min Oripov xuddi o'zini hayotini olgandek bo'lib qolibdi-da. Ko'rib g'alati bo'lib qoldik. Mo'min Oripovni aktyor sifatida bilardik, xonanda sifatida bilardik, rejissyor sifatida ma'qul keldimi? Juda ham ma'qul keldi. Juda ham yaxshi o'ynashgan. Aktyorlar tanlovi ham juda ham yaxshi. Film omadli chiqqan. Nimasi yoqdi kinoni? Hayotiyligi umuman zo'r o'ynabdilar. Shunchalik yosh bo'lib turib, shu yigit shunaqa yaxshi film olibdilar. Hayotlari, umrlari uzoqroq bo'lganda shundan juda ham yaxshi bo'lardi. Yaxshi kinolar, yaxshi ashulalar aytar ekanlar. Yaxshi insonlar mahsuloti bu juda ham har doim yaxshi bo'lgan. Juda ham yaxshi inson edi inson. Shuning uchun ham kino ham juda ham zo'r chiqqan. Men bunaqa kino ko'rmaganman. Juda ham ta'sirlandim. Har doim esimda qoladi. Joylari jannatda bo'lsin. Men avval aytmoqchimanki, bojalar guruhidan xos Mo'min Oripovga ashaddiy muxlislar edim. Kinoga keladigan gap yo'q kinoga bo'lish. Boshqa kinolardan farq qiladi. Kino yoqdimi sizlarga? Yoqdi, zo'r kino. Nimasi yoqdi? Qaysi jihatlari yoqdi? O'zlarining xarakterlari bo'yicha chiqqanlar. Hayotda qanday bo'lsa, xuddi shunaqa kinoda ham chiqqanlar. Kino yoqdimi sizga? Ha, juda ham yoqdi. Nimasi bilan sizni jalb qildi o'ziga? Juda ham ko'p qiziqarli voqealar bo'ldi. O'sha rejissyor sifatida Mo'minni albatta tabriklaymiz. Butun oilasini, chunki birinchi ishi bo'lishiga qat'iy nazar juda ham chiroyli, sifatli chiqdi. O'ylaymanki, tomoshabinlar keladi shu filmga. Haqida nima desam ekan, o'zi bu yigit bilan men ishlamaganman hech qachon, lekin bunaqa uchrashib turardik, uchrashuvlarda, premyeralarda juda ham xushchaqchaq bola edi-da. O'ylaymanki, hammamiz albatta hammamiz Mo'minni sog'inamiz, lekin hammamizni qalbimizda bo'ladi. Men kinoni haqiqatan shunaqa zo'r chiqishiga iymonim komil edi, ishonardim. Sababi Mo'min dunyoni tark etgandan keyin Mo'min uyiga borganimizda Mo'min noisi yig'lab bir gap gapirib berdi. Mo'min shunchalik uyatchi, shunchalik ichidagi dardini birovga aytolmas ekanki, ssenariylar yozar ekanda, juda ham ko'plab yozgan ekan, juda kam tarona, she'rlar, dekoratsiyalar, rasmlar chizar ekan. Juda ham ichida shu narsasi bor ekanki, aytolmas ekan hech kimgaki, birov qanaqa o'ylamasin, kimgadir yoqmasa-chi degan xayollar yurar ekan. Shu gapni eshitganimdan keyin men juda ham g'alati bo'lib ketganimdan keyin bildimki, Mo'minning filmi juda ham chiroyli chiqdi. Umuman rejissyorligi, aktyorlarning tanlanganligi va Mo'min ko'p kinoda o'ynamadi, to'g'risi. Bitta kinoda o'ynadi, lekin shu kinosi o'sha boshqa ko'p kinolardan men uchun juda ham ustun. Qolaversa, Mo'min o'zi haqiqatan yaxshi inson. Men juda ham xursandman, shuncha odam Mo'minni hurmat qilib, shuncha o'zi emas, hozir bir joyda bir muxlis orttirish yoki bir narsaga erishish. Mo'min juda ham ko'p narsaga erisha oldi va
u to'g'risida faqat yaxshi fikrlar bo'ladi va men ishonaman bundan keyin ko'p yillardan keyin ham Mo'min to'g'risida eslashadi. Mo'min Oripov haqida sizdan ham so'rasak qisqacha. Juda ham hurmat qilardim, yaxshi ko'rardim. Men institutda bitta oliygohda o'qiganmiz. Hurmatga sazovor bola edi. O'sha yoshligida talabalik vaqtida ham ma'lum edi-da, u kelajakda bir katta san'atkor bo'lib ulg'ayishi bir ma'lum edi. Haqiqatan ham shunchalik muxlislarga ega bo'ldiki, men hayratda qolganim nafaqat O'zbekiston, butun O'rta Osiyo bo'yicha telefonlar qilib, Qozog'iston, Qirg'izistonlardagi muxlislari qilib, biz ishonmaymiz, bo'lishi mumkin emas. Hali ham to'g'ri ma'lumot bering, san'atkorlardan ko'proq nima deydi? To'g'riroq ma'lumot eshitamiz deb shunchalik darajada yig'lab eslashganiga men juda ham qoyil qoldim. Haqiqatan ham shunchalik hurmatga arzigulik bola edi. Mana kinosi ham juda ham ta'sirchan. Mana hozir qarab kuzatib o'tiribmiz. Qanchadan qancha Mo'min Oripovning muxlislari ko'zlarida yosh. Mo'min Oripov bu olamda yo'q, lekin san'ati bir umr barcha muxlislarini, barcha o'zbek ahlini yuragida abad qoladi. Qalbaki dunyo filmining boshidan oxirigacha bo'lgan har bir lavhasi Mo'min Oripovning barcha yaqin insonlari va uning muxlislari uchun yodgorlik bo'lib qoladi. Chunki filmning har bir lavhasida Mo'min Oripovning nafasi, uning qalbidan so'zilib chiqqan g'oyalar yashiringan. Yashamoq bu faqatgina nafas olishdan iborat emas, balki harakat qilish demakdir. Insonlarga doimo mehr va tabassum ulashib, hayotni ko'proq his qilib yashagan kishigina uzoq umr ko'rgan deb hisoblanadi. Garchi bugun Mo'min Oripovdek yaxshi inson oramizda yo'q bo'lsa-da, u hamisha bizning qalbimizda qoladi. Hech kimdan yordamni siz ayamasdingiz, men unuta olmasman buni hech. Siz kabi mo'min inson, aziz bo'lgan harom qo'shiqlarim qanotida qo'lingsiz. Yonimizda, bir umr yonimizda, qalbimizda yashaysan sen do'stim. Seni unutmaymiz bugun yonimizda, yurgandik yonimizda, yuragimiz qo'lida sen borsan. Bugungi ko'rsatuvimiz avvalambor Mo'min Oripovning xotirasiga va albatta uning ilk va so'nggi filmiga bag'ishlangan edi. Agar ushbu filmning taqdimot marosimiga siz tashrif buyura olmagan bo'lsangiz, albatta keling va filmni tomosha qiling. Ana shunda film naqadar ta'sirchan chiqqanligiga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Bu M-Files dasturi edi. Omon bo'ling. Bu dunyo baribir bir jon ekan. Gohi dard, gohida malham ekan. Yolg'iz yaratganga ayon inson taqdiri abadiy yasholmas odamlarning hech biri